Bu yoq ozgina qoldi deydi-yu. Bir hafta 10 kunda Xudo xolasa bu uy topshiramiz. Assalomu alaykum. Ramazonda challenge boshlagan edik. Challenge'imizni bir oylik hisobotini birma-bir topshirishni boshlaymiz. Bergan mahsulotinglar, bergan narsalar hammasi so'ralgan joyda, joy-joyiga qo'yganmiz. O'shani hisobotini berib qo'yishni ma'qul deb bildik. Mana yelkamdan sog'itib qo'yganim yaxshi. Shu bu hozir yangi yo'lda 4 ta yetimi bor xonadonlarimiz, esingizda bo'lsa bu yerda 3 ta xona ko'tarib o'tdik. Mag'ish beraman, man to'sin beraman deb 4 ta, 5 ta zal bilan 6 ta xona bo'lib ketdi. Mana 2-3 kundan keyin lombozini boshlaymiz bu yerda ham. Yangi yo'lda yana bitta obyektimizdanmiz. Bu yerda 3 xonali kvartira, 3 ta yetim farzand bor bu yerda. Bu ancha bitib qoldi. Eka plitlarimiz keldi, mana fasadlarimiz bityapti. Kafillarimiz bityapti, dushlarimiz ham bityapti. Kafilchilar bergan kafilliklarga rahmat. Mana ancha chiroyli bo'lyapti. Eka plitda mana xonalarimizning malarkalari ham bitib ketyapti deydi-yu. Keyingina bo'lib romlarni qo'ysa, laminatlarimiz ham kelib bo'lgan bu yerda, natijali patolog qo'rilsa, uy tayyor xudo xolasa. Yangi yo'lning 3-obyektimizdanmiz. Bu yerda o'sha ikkita yetim farzandi bor oilaning joyi. Bu yerda ham o'sha tayyor, aboy yopishtirishimizga, aboylarimiz tayyor. Natijamiz ertaga urib yuboriladi. Laminatlarimiz ham kelib bo'lgan. Natijnoy aboydan keyin xudo xolasa bu uyni ham bitirib yuboramiz. Oshxonalarimiz ham bu yerda bitgan. Hammomlarimiz bitdi. Oshxonalarimiz va kafillari bilan bitdi. Katyollarimiz ham bitgan. Bu yoq ozgina qoldi deydi-yu. Bir hafta 10 kunda xudo xolasa bu uy topshiramiz. Sergelida obyektimiz shu challenge doirasida bu yerda aboylarimiz ham bitdi. O'sha aboylarimiz ham bitdi. Ana elektriklarimiz ham narsalarni qo'yishyapti. Ana laminatimiz kelgan, bu yerda bitta tarketimiz qoldi. Zallarimiz ham bitib oldi. Elbekling rahmat. Mebellarni yuvib berib ketishdi. Yana gilam qolganlarni yuvib beramiz deb ketishdi. Pardamiz ham tayyor. Pardachilar pardani ham tikib qo'yishdi. Laminat shunda bosib olsak, uyimizni ham bir haftada topshiramiz, xudo xolasa.